Sidneydagi kafeda garovga olinganlar ozod etildi. Operatsiya jarayonida 2 inson halok bo'ldi. Avstraliyaning maxsus xizmati buning uchun 16 soat vaqt sarfladi. Kafeni garovga olgan kishi 50 yoshdagi eronlik Man Haron Monis ekani tasdiqlandi. Indoneziyada yer cho'kishi oqibatida 51 inson halok bo'lib, yana 50 dan ortiq fuqaro bedaraklar qatorida. Qutqaruvchilar hududda qidiruv ishlarini davom ettirmoqda. Hukumatdagilar halokat yeridan tirik qolganlarni topish imkonsiz ekanini aytmoqda. Yaponiyaning janubiy g'arbida H5 turidagi parranda grippi aniqlandi. Kuni kecha hududda 30 nafarga yaqin o'lik topilgan. Tekshirilganda ular parranda grippiga uchragani aniqlandi. Hozirda fermadagi 4000 ga yaqin parrandani yo'q qilish ishlari boshlandi. Hudud karantinga olindi. Yaponiyada so'nggi marotaba bu virus 3 yil avval aniqlanib, 1 millionga yaqin parranda yo'q qilingan edi.